Ha, asabga o'ynavermang-ku. Seriozliklashib qolmaylik-da. Kalla yiqib millatni ajratadi. Mana Eron yana bitta, Eron. Sifat o'rmaydi. Bizda hamma narsa sifatli bo'lsa shundoq, narx optim bo'lsa, mahsulot sifatli bo'lsa, yana qanaqangi sifat kerak? Kesib berish kerak. Kelinglar, любой variant kesishamiz. Abdul bosaveramiz yana. Ana. Allah razı olsun. Sizlarga O'zbekiston yoki Xitoy deganlar uchun yozuvlarni ko'rsatib qo'yaman. Yana bir bor. Eron mahsuloti, kabanchik Eron akada mana yupqaligiga ahamiyat bermaysizlar. Bu juda ham mustahkam. Yaxshigina, chidamli, bardoshli, premium klassligiga kafil bo'ladi. Endi mana shu Eronni yana ham bir rivojlantirib akalar. Yangi mahsulotlarni olib keltirib qo'yganmiz. Mana oppoq kafel akalar. O'zbekiston mahsuloti ko'rishlar mumkin. Chiroyli holatda. Samigilarni ustagalar kelasizlarmi qaraysizlar mana akalar. Silliqqina, bexijolat, choklar bir-biriga keladi. Endi bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda skidka 85 dan sotilib turadi. O'tib beramiz undan ham. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 14 dan sotilib turadi. Buni ham kelishtirib beramiz akalar. Bu ham yetmaganiga Travertinni Eronidan olib keltirib qo'ydik akalar mana. Gapamiz mana shu yerda. Videosini tuzlashaveramiz. Ko'rishlar mumkin. Oppoqdan akalar mana. Teksturalar nima deyapti akalar? Bexijolat, glansli variant akalar. Ko'rasizlar mana. Silliq. Aeroskалari ham oynak bo'lib chiqqan, tiniq holatda. Mashinalari eng muhimi, mashinalari standart holatda 1.8 lik bo'ladi. Mana akalar, ko'ringlar, chiroyli holatda. Imoratni bitirasiz. O'ta go'zal bo'lib chiqadi. Oxirida agar bu ham kamlik qiladigan bo'lsa, Travertin uchun laklarimiz bor. Lakdan bitta sutka qo'yasiz, ustidan suqilsa ham bu to'qarib ocharib ketmaydi, bexijolat. Mana ikkita Eron mahsuloti, mana O'zbekiston mahsuloti. Qol uchun, zina plashatkalar uchun hamda tashqi fasadni chiroyli qilib Erondan ko'taraman degan akalarimiz uchun. Mana shu 3 ta kombinatsiyani sizlarga taqdim etamiz. Shunaqangi olov bo'lib, chiroyli holatda chiqadi. Do'konga kelaveringlar akalar, narx-navosini chiroyli holatda qilib beramiz. Ob'yom bexijolat. Akalar, mana sizlar uchun shu O'zbekiston kafeli hamda Eron Travertini ko'rishlar mumkin. Qanaqangi turadi deganlar uchun deyarli farq qilmaydi unchalik. Hoppa, mana. Mana farqini ko'rishlar mumkin. Mana akalar. Chista oppoqdan sal malochnichdan yonida shunaqa ko'rinyapti, lekin oq Travertin deyiladi. Tashinasi o'tuvchi hammasi standart holatda 1.8 bo'ladi. Eng muhimi akalar, issiqda, sovuqda bemalol chidamli, termizli deydi, termiz bo'lib turadi akalar. Yomg'ir sochinga o'ta bardoshli narsa, mustahkam narsa chiqqan. Buni laklarimiz bor. Laklarimizdan bitta tutga qo'yiladi. Yomg'ir sochinga necha yil o'tsa chidab beradigan narsa akalar. Buni zichnagini sinab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Hozir sindirib ko'ramiz shuni. Hurmatli akalar, mana endi Qirg'iziston Travertinini ham ko'rsatib o'taman. Ko'rishlar mumkin. Bu ham o'ta baquvvat. Nariga 1.8 bo'lsa, bu lekin 2 santlik to'liq variantda. 2 silo bo'ladi, protiv silo mana gullarni ko'ryapsizlar, shunaqa sara gullar bo'ladi. Lekin Eron Travertinimizda xuddi shunaqa gullari, teksturalari ham oq bo'ladi. Mana bunga oqish joylari bor. Xuddi shu oq-pog'i bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Kimga qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, ikkalasining narxini chiroyli holatda optim narxlarda qo'yganmiz. Ikkalasini ham bemalol kelib, tanlab, saralab olib ketasizlar. Xudo xolasa, bundan ozgina partiyamiz qoldi. Kechalaring mana shuni chiroyli holatda yetmagan xonasiga qilib beramiz. Yoki bo'lmasa 3-4 kun yana xudo xolasa yangi partiyada katta ob'yom bo'yicha Qirg'iziston Travertini ham kelyapti akalar. Narxi har doimgidek optim holatda bo'ladi. Bemalol yozilgan nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. Sifati bexijolatlar, o'ylantirmasin. Kelasizlar, tanlab olishga ham hojat yo'q-da. Xullas akaxon, narxi ham, sifati ham sizni o'ylantirmasin. Bexijolat kilo toshimiz ham sifatiga garantiya berib qo'yadigan Travertin toshlarimiz. Xohlasangiz Eron tanlang, xohlasangiz Qirg'iziston tanlang. Bizga umuman farqi yo'q. Olib keltirib qo'yamiz. Zdaniyani ko'tarib o'rnaysizmi aka? To'qqizta qilib yetkazib beramiz xudo xolasa. Narxiga qiziqqanlar bo'lsa, endi nomerlarimiz aloqaga chiqinglar, ustakalar sizlar alohida bonuslarimiz bor. Bitta like podpiska sizdan aylansin. Travertin qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, kommentga yozib qoldirib keting.